Yana bir bor assalomu alaykum aziz takipchilarim, obunachilarim, xush keldilaring. Hozirgi ko'radigan kartamizni oti sevgan insoningiz sizga yolg'on gapiradimi yoki hayoti rostmi? Mana hayotingizdagi insoningiz sizga yolg'on gapiradimi? Sevgan insoningiz sizga yolg'on gapiradimi? Boshladiganda sevgan insoningiz sizga yolg'on gapiradimi? Sevgan insoningiz ba'zan yolg'on gapiradi, unchalik ko'p bo'lmasa ham orada sirada gapirib turadi. Qanaqadir uzundan uzun yo'lda qayergadir ketmoqchi. Oralaringda tez ag'nashilib, bir-birlaringni tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Bir-birlaringga baqirasizlar, chaqirasizlar. Oralaringda tez mana shunaqa narsalar bo'lib turadi. Siz o'ylaysizki, mendan tashqari yana boshqasi bor deb o'ylaysiz. O'shaning uchun doim qizg'anchiqliklar orqasidan oilangizda doim shirin hayotingizni o'zingiz anaqa qilib qo'yapsiz. Endi haligi misol uchun yaxshi yashab turib, qandaydir o'zingiz qayerdandir xayol qilib, o'ylab ko'rib topasiz. Mana qarangda. Chunki men bu insonda sizdan boshqa insonni sevganini ko'rmayapman. Siz shunaqa gaplaringiz bilan, shunaqa og'ir gapirayotgan gaplaringiz bilan odamni zaharlab qo'yapsiz. Lekin vaqti kelsa odam uyga qaytgisi ham kelmay qoladi. Chunki yana hozir bugun yana qanaqangi problema bilan meni kutib oladi. Yana qanaqangi yangilik bilan meni kutib oladi deb uyga kelgisi ham kelmaydi, necha kech keladi. Kech kelgan taqdirda ham yana uyda yana janjal. Ming rost gapirsa ham siz hayotda rost gapirganiga ishonmaysiz. Ammo sizga xiyonat qilmaydi. Xiyonatini ko'rmayapman, chunki doim sizni kaftini ustida, boshini tepasida ko'tarib hayotini siz bilan olib borishni xohlaydi. Siz oxirigacha umr yo'ldoshi bo'lishingizni xohlaydi. Lekin siz boshqalarning gapiga kirib, ahmoqona gaplar bilan odamni diqqat qilmang. Uyda to'g'ri, uyda o'zingiz ishlaringizni qilasiz, boshqa qilasiz, bo'sh vaqtlarda o'sha o'zingiz dugonalaringiz, o'sha o'rtoqlaringiz bilan gaplashganingizda har xil ajoyib gaplarni eshitib, siz ham shunaqa xayol qilasiz. Lekin unaqa narsa yo'q. Agar shunaqa ko'p xayol qilaversangiz, mana bunaqangi yomon nimalarga duchor bo'lib qolasiz. Axiri sizdan bezib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun siz o'zingizni umr yo'ldoshingizga, o'zingizni ayolingizga ishoning. Hech qachon sizga xiyonat qilmayapti. Ko'rmadim xiyonatni. Yolg'on gapirmaydi. Lekin siz ishonmaysiz. Shunaqa qilmang. Aziz obunachilarim, aziz takipchilarim, kimda qanaqa savol bo'lsa, savollaringni yozib qoldiringlar. Men javob berishga hammaga javob beraman. Bundan keyin savol-javoblarimiz yana boshlandi. Kimda savoli bo'lsa, savol qoldiringlar, albatta javob beraman. Men 1-2 kundan keyin WhatsApp, Telegram, Instagram nomerlarini qo'yaman. Bemalol muloqotda bo'lishimiz mumkin. Avvalambor hammalaringga rahmat. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'linglar. Podelitsiya qilib boringlar. Albatta sizlardan bitta yurakcha. Sog' bo'linglar.